Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha mana shu 1 yil ichida juda ko'p voqealar bo'ldi. Yevropa chempionati futbol bo'yicha. Futbol muxlislari bilishadi. Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. Afinada Olimpiada bo'lib o'tdi kerak bo'lsa. Butun jahon tomosha qildi. Ana undan keyin Xitoyda futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Ko'rgan bo'lsanglar. Bizning komandamiz, O'zbekiston komandasi qayerga qo'yib o'ynashdi. O'yinni yarmidan qaytib kelishdi. Nima uchun? Chunki bizdan ham zo'rlar bor ekan-da u yoqda. Lekin kecha qoyil qo'yishdi ko'rgan bo'lsanglar. Paxtakor stadionida O'zbekiston Xitoy o'yin bo'ldi. Xitoy bilan o'yin bo'ldi. 6-1 ga gol urishdi. Bizning komandamiz 6 ta gol urdi. Qarang, xokkeyda bunaqangi ko'p gol urilmagan ekan. Tarixda bo'lmagan. 6-1 ularni hurmatini mayli deb qo'yib yuborishdi. Chunki bilasizlar, nima uchun bizning futbolchilarimiz 6 ta gol urdi? Chunki ular ko'p xalq, 1,5 milliard. Ularga 6 ta, 7 ta gol urmasa ta'sir qilmaydi ularga. Keyin qolaversa alamimiz ham bor edi. Osiyo chempionati yarmidan qaytib kelishdi. O'zbekistonliklar dedi, O'zbekistonlik kiyilishyaptimiz, ha biz qaytyapmiz. O'yin nima bo'ladi? Rahmat. Biz bir marta Osiyo chempioni bo'lganmiz. Bo'lmaganlar bir-birlari bilan bir o'ynab olinglar. Biz ki o'sha zo'ri bilan kelib o'ynaymiz. Deb qaytib kelishdi. Qarang, o'sha tan berish, zo'rga tan berishni o'zi ham bir g'alaba bu o'rtalar. Kerak bo'lsa 3 ta 4 ta gol urib qo'yishdi biz o'zbekistonliklar. Qoyil Mirjalol Qosimov tepgan golni ko'rdinglarmi? Shtrafnoydan bu tomondan tepilgan koptok Kurchonni aylanib tomoshabinlarning ustidan mamlakatga o'tib kelib turib, Varatan orqasidan o'tib keldi, shunday kirib ketdi gol. Varatan ham sezmay qoldi. Butun stadion o'rnidan turib ketdi. Bu golni ko'rgan Zayniddin Zidanni tomi ketib qoldi emish. Bu golni ko'rgan Ronaldo bilan Rivaldo umuman o'zidan ketib qoldi. Nima uchun? Chunki ularda chiroyli gollari bor, lekin bunaqasini ko'rmagan ekan. Bunaqa gol urmagan ekan. Haqiqatan ham chiroyli gollar bo'ldi. Bizning futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku. 6 ta gol ursa bo'lar ekan-ku. Chiroyli uzoqdan tepib gol qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Lekin ba'zan shunday o'yinlarni ko'rib qolamiz, tezlik yetishmay qoladi. Mana Yevropa chempionatini ko'rgan bo'lsanglar, stadion liq to'la odam tutib ketgan, oq fakkil, ko'k fakkil, bayroqlar mashliqatdan olishib, bayroqlarni basharasiga chizib olgan. Komandasi qanaqangi futbolkada o'ynayotgan bo'lsa, qaysi rangda, o'sha rangdan kiyib olishgan, ayollar ham bor, qizlar ham bor, ashulalar aytilgan, barabon, surnaychalar cholingan, tumonat odam futbolda qarang, tezlik, bir-biriga ship oshirib olib bosh bilan burradi gol qilib ketarkan. Ship toshiradi, men o'zim bo'lay demaydi aytdi. Bir-biriga oshiradi, olib kelib tepadi. Gol bo'lmadimi, mingga qo'yib yana yurib ketadi. Undan ham tez ketadi. Borib ketdan quvib yetib iltimos qilib bo'lsa ham oyog'ini chalib yiqitib bo'lsa ham koptoyda olib kelib yana tepadi. Gol bo'lmadimi, yana mingga qo'yib ketadi. Biz futbolchilarimizchi olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi, o'sha joyda qoladi o'sha yerda. Ne gol bo'lmadi bu? Shuncha mehnat qilib ketdik. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Bizda oshirish degan gap yo'q. O'zim gol uraman deydi-da. Bizda oshirish yo'q. O'zim olib kelib tepim. Ha, ko'rding, gol bo'lmadi. Nega qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Yana yangisi olib kelib tepmaysanmi, gol bo'lmaydimi? Yoki bir-biringga oshirmaysanmi? Sudyalar bilan tortishib qoladimi bizning bolalar? Ko'zingni o'yib olma, nima deb so'ramayman. Men taniyapsan, futboldan gaplashib qolmaysan bilan. Agar sudya qarab borursa, sudya qo'rqqanda masalan sariq kartochka ko'rsatish haq bor-da. Sariqni ko'rsatib borsa, sariq kartochka. Bizgilar cho'ntayda qizni kartochka ko'rsatib beryapti sudyaga. Sudya chiqib ketyapti, qarang. Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Braziliya nima uchun? Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Rahmat. Meni qizlarim keldi, bitta qarshi javob qo'yinglar. Katta bo'lasiz. Rahmat. Qarshi javob qo'yinglar. Haqiqatan ham Sodiqjon ukamiz ham ajoyib aktyor, kinoda ko'rgan bo'lsa kerak. Ko'p kinoda o'ynashadi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xullas kalom, nima uchun Braziliyada 5 marta jahon chempioni bo'ladi-yu? Nima uchun shu sabab?
Nima sababdan ular 5 metr javob? Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan, yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi-da. Ana o'shuning uchun. Bizda-chi ba'zan shularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak bizlar. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatlarni qoyilib qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urganda bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashinaga yugurib qolishadimi? Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab, qaytib kelishadi. Haligi Zayniddin Zidanga o'xshab o'zini chimmasiga otib yuboradimi? Otib olib, rosa o'xshatadi lekin qoyil qolaman shetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlakatga olib yugurib qoladimi? Vosh qoyilib tashlaydi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona Neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi, xursandligidan futbolistlarning orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12 tasi quvib ketdi, aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib, o'rab, tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh. Birorta ham muxlis yo'q. Bo'm-bo'sh. Paxtakor stadioni 60 ming chiqadi odam. Bo'm-bo'sh. Bir qator soldatlar o'tirishibdi. O'zini o'zi qo'rg'ilab, voy, seni formang bizga kerak emas. Bizim o'zimizning formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yna. Iloji bo'lsa vaqtlar tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi u 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib, toshib, bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib tutadi, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizning futbolchilarimiz aqlli. Bizning futbol muxlislari aqlli. Bizning futbol muxlislari bir oy oldin biladi, kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechi bilan tugashini. Pol bunda, pol ko'radi ular. O'shuning bormaydi. Borgan 2-1 bilan baribir nima qilasan? Sen qaydamisan? Eshitdinglar deydi. Rostdan 2-1 bilan deya qo'ya qolasan. Chet eldachi bilmaydi kim bilan kim o'ynaydi, kim bilan kim necha o'ynaydi. Kichkina komanda katta bir nomi chiqqan futbolchilarni sharmanda qilib gol urib chiqarib yuborish mumkin komandasini. Haqiqatan ham o'shuning uchun biz tomoshabinlarimiz bormaydi. O'shuning uchun futbol shou bizda endi rivojlanyapti. Masalan, futbolistlarimiz, shaxmatistlarimiz, chempionlarimiz chiqib olib chiqishyapti kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa, hali bizda ham nima deydi? Bundan ham ko'proq chempionlar paydo bo'ladi. Futbolimiz esa butun olamga dovrug'ini yoyadi degan umid bilan sizlarga omad tilayman. Rahmat. Bo'ldimi? Balkondaylar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Mana shu gulda oling. 1 soat mahliqatni olib gapirsam, 3 sekund qarshi bo'ladi. Rahmatiga. Rahmat, qalaysiz? Sizlar men tugatganim yo'q, nafasimni rostlayapman. Rahmat sizga. Hala bu qarshi bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Gul olib kelmaganlar hech xijolat bo'lmanglar. O'zlaring kelganlar bizga gul. Lekin mana qarshi cho'maganlarga 0. Mana shu tomoshabinni 5 ta huquqi bor dedik.
Bizni ham sahnada o'zimizga yarasha sekretlarimiz bor. Shu narsani biz ham ijro etgan paytimizda ishlatishimiz kerak. Masalan, teatr institutida o'qitgan bizga. Mana endi birinchi plan deydi. Tugatgandan ikkinchi planga o't deydi. Ta'zim qilgin deydi. Qarsak bo'ladigan bo'lsa yana birinchi planga bor deydi. Bizda umuman plan ishlamayapti вообще. Rahmat. Yana ataylab konferensini chaqirtirib, zo'r paytida chiqib ketgan sahnani tashlab deydi. Tomoshabin ketdi deb o'ylasin. Yana ishlaydi, bo'lsa degandan keyin qo'ymadilar yana chiqib kelgan deydi. O'sha paytda deydi tomoshabin bizni qarshiligimizga yana qaytib keldi deb o'ylab, yana yaxshiroq eshitadi deydi. Yana gapir zo'r narsa gapirganda yana bu yoqqa qarab chiqib ketgan deydi. Konferens chiqib taklif qilsan sen chiqmay turaver deydi. Tomoshabin qarshida uraveradi. Tomoshabinga qarab, ko'ryapsizmi, chiqmayapti. Qator ochasizlar chiqar ekan. Mana shunaqangi joylari bor bizda. Teatralni o'rgatganda, birortasi ishlaymaydi bizda. Tugatding, kulgi to'xtadi, qarshiga tomtomakda turaveradi. Sezayotgan bo'lsanglar biz ataylab muzika qo'yib yubordik. Asli men qarsaylar ostida chiqib, sizlarni to'xtatmasligim kerak. Rahmat deyishim kerak. Men sekretda aytib qo'yay. Mashitda mashikacha 50 metr. Qarsak men e'lon qilingandan keyin mashikacha kelyapman, o'sha qarsak tugayapti. Meni ko'rganda to'xtayapmiz. Bilaman, boshqalarga ham shunaqasilar, lekin qarshi mikrofonga borguncha cholinib turish kerak. Men o'sha qarshilarga masalan qarang, voh. Men orada to'xtab ta'zim qilishim, yana ketishim kerak. Yana bu tomonga qarab ta'zim qilishim kerak. Qarshilar bo'lyapti. Chunki oldingi kulgalar hisobidan, oldingi. Ana, balkonga qarab bunday qilishim kerak. Mana bu qarshi, mana shunday kutib olish kerak aslida. Bu yerda Hojiboyev deyish bilan shunday o'xshadi. Bir o'zim jim zal, bir o'zim. Bunday qilsam jim mana. Kimga ta'zim qilyapman men?